Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizlar obzorimizda inshaalloh transformator bo'ladi. Mana o'sha transformator ko'rishingiz mumkin. Yonib ketgan o'rta obmotkasi. Bizda bu transformator quruq transformator, suxoy transformator hisoblanadi. 380 volt kiradi. 15 volt chiqiladi bundan. Transformatorlarni oldini ko'pchilik elektriklar biladi. Svarshniy apparatlarda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Вообще dabdala bo'lib ketgan, urib yorgan. Bu nimadan bo'ladi? Izolyatsiyadan bo'ladi. Izolyatsiya yedirilishi, namlik, yana shunaqa narsalar, qorayish, nagruzka. Namlik izolyatsiya ketganda nagruzka qizish oqibatida mana shunaqa holatga keladi. Ko'rishingiz mumkin, to'kilib tushishini qaranglar. Bu yoqlari ham, bu yog'iga ham urib yorgan. Buni endi xudo xolasa remontga berib yuboramiz. Mana shu agregatimiz tagida turgan. Mana shu tag qismida turardi. Xudo xolasa inshaalloh remontdan kelgandan keyin yana bir ko'rsatamiz buni sizlarga.